Videoni ko'rishdan oldin bitta like bosib, podpiska tugmasini bosib qo'ysalaring, qiziq videolar chiqarib turamiz biz. Mana yangi sort, bu ham o'zini o'zi 100% changlaydigan Mentapoliski gilos. Kalibri Svitariana Giant Red Realtiyaga oldin ko'rsatgan giloslarimizdan ozroq kalibri maydaroq bo'ladi. Lekin o'zini o'zi changlaydi, eksportga yaxshi ketadi. Xudo xolasa mana bog'dimdek ko'rsataymi? Bog'da umumiy ko'rinishi hammasi o'zini o'zi changlagan, xudo xolasa. Berkining kamera. Bog' qilaman degan akalar bo'lsa, mana shu gilos ham yaxshi gilos, qattiq. Deyarli qo'shmag'i kam gilos. Hosildorligi zo'r mana shu tagida. Sopi kalta ham emas, unaqa uzun ham emas, o'rtacha bo'ladi. Gilosda hosil juda ham yuqori. Bu yil 4-yoshli gilos rosa mevaga o'tirdi. Uzum jarayoni xudo xolasa ertadan bo'ladi. Uzilgan joyini ham qo'yib boramiz. O'zini o'zi changlaydigan giloslarni ko'rsatinglar deb ko'p kommentariyalar kuzatib qolamiz. Mana bu ham o'sha o'zini o'zi changlaydigan ko'rinib turibdi, mevasi egilib. Mentapoliski degan gilos. Bilmaganlar bo'lsa mana ko'rib olsin. Telefon raqamimizni doimgidek pastga qo'yib qo'yamiz. Telefon qilib bizdan ko'chatlarini sotib olsalaring bo'ladi. Ishonarli. Xuddi shu bog'dan olib ko'paytirib qo'yganmiz. Birorta daraxtda meva yo'q basda hammasi ushagan. Cho'tki hosildorligi. Bog'da razmeri 5 metrga, tomoni 3 metr ekilgan. O'rtali. Gilos bog'i olmayotgan akalarga videoni tashlab qo'yinglar. Zo'r, xudo xolasa. Rangni qaranglar, rang. Qorayib yetilgan joyi.